Taliban bilan Afg'oniston davlat armiyasi o'rtasidagi to'qinishning yuzlanishi haqida Talibanning axborot bayonotchisi o'zlarining Afg'onistonning 85% zaminini qo'lga kirgizib bo'lganligini e'lon qildi. Shundaqla Xitoyning Xinhua agentligidan yer shari vaqt gezitigacha bo'lgan g'olliq taratqullari birdek holda bu xabarlarni shu peti tarqitib, Taliban pat arada Afg'oniston hokimiyatini qo'lga kirgizdiganda kayfiyat yaratishga urindi. Undaqda Xitoy zodi nima uchun bundaq qiladi? Chunki Xitoy haqiqatan ashundaq vaziyatning vujudga chiqishini, ya'ni Talibanning mavjud Afg'oniston hukumatini yer tishiltishini orzu qiladi. Bu ayni chaqda Xitoyning Iroq hukumati Sham va Iroq islom davlatining hujumi oldida bir peshvog'imi yormidi deb masxir qilganiga o'xshashli bir ish. Ya'ni Xitoy Amerika bilan yaqinchiligi borlarning hammasiga qarshi. Hozirgi Afg'oniston hukumati ayni chaqdagi Iroq hukumatiga o'xshashla Amerika tarafidan yo'langan demokratik hukumatdir. Shunga Xitoy Kompartiyasi o'zining nazirdagi mazkur qo'rchoq hukumatning taxtdan g'olishini to'rt ko'zi bilan kutmoqda. Undaqda texi bir yil ilgirila Taliban Amerikaning aziz mehmoni Qatarning poytaxti Dohadagi suhbat obyekti edi. Undaqda hozir nima sababdan Amerika bilan Taliban qaytadan tirkishib qoldi? Buning mundaq ikki sababi bor. Birinchisi yuzaki sabab. Taliban Afg'onistonda shar'iy hokimiyat barpo qilishni o'ylaydi. Ular Amerika bilan suhbat o'tkazgandimi, barliq chet el askarlarining Afg'oniston zaminidan butunlay chekinishini talab qilgan edi. Ammo Amerika bu yil 5-oyda ko'p qism askarlarni chekintirishni qaror qilganda, Afg'onistondagi elchixonasini va bir qism muassasalarni qo'g'dash uchun 600 askarni davomli Afg'onistonda qoldirishni jakarladi. Bu Talibanning darhol yuz o'rib urush qo'zg'ishiga bahona bo'lib berdi. Buning texmi cho'nqur qatlamliq yana bir sababi Afg'oniston hukumati bilan Talibanning yarashtirg'ili bo'lmaydigan raqiblardan ekanligidir. Ayni vaqtda Amerika bilan Taliban Dohada suhbat o'tkazganda Afg'onistonning qonuniy sohibi bo'lmish mavjud Afg'oniston hukumati bu suhbatga qatnashtirilmadi. Afg'oniston hukumati ayni chaqda buningga bo'lgan noroziligini bildirgan va Talibandan qurollarni tashlashni talab qilgan edi. Talibanning buningga ma'qul bo'lishi mumkin emas edi, albatta. Bu xil orqa ko'rinishdan sirt Amerikaning Afg'onistonda mangu qololmaydiganligini nazarda tutganda mavjud Afg'oniston hukumati bilan Taliban o'rtasidagi ziddiyatning portlashi muqarrar edi. Amerikaning bir qism askarlarini chekindirmay qoldirib qo'yishni qaror qilishi Talibanni bu jihatda ko'ngildagidek bahona bilan ta'minladi. Xo'sh, undaqda Taliban Afg'onistonning shimolidagi Sharq Turkiston bilan chegaralanadigan Badaxshon o'lkasidan Afg'onistonning eng janubidagi Qandahor o'lkasigacha bo'lgan joylarda Afg'oniston davlat armiyasiga qilgan tuyuqsiz hujumlarda zodi qanchalik utuqqa erishdi? Oldi bilan Taliban texi Afg'onistondagi cho'ng shaharlarning hech birini qo'lga kirgizarligini yo'q. Amerika shtat boshliqlari birlashma majlisining raisi Michel Amerika Avam palatasi qurolli qism komitetida qilgan so'zida navbatda Afg'onistondagi 419 rayon markazining 81i Talibanning qo'lida. Bu 81 markazning 50i aslida Talibanning kontrolligida edi. Yaqinqi 2 oyda Taliban 30dan 40gacha bo'lgan joylarni besib oldi dedi. Lekin Taliban hozirgacha Afg'onistondagi 34 o'lkadagi o'lka darajalik markazlardan birarini qo'lga kirgizolmadi. Bu Talibanning mazkur hujumlarning Xitoy Kompartiyasining taratqullari davron solgandek unchavala g'albilik emasligini Amerika 20 yilning yoqi nurg'un pul sarf qilib yetishtirgan Afg'oniston davlat armiyasining bir peshvog'i yormaydigan abka qo'shin emasligini tushuntirdi. Darvaqa Ashraf G'ani Afg'oniston prezidenti bo'lgandan keyin Afg'oniston davlat armiyasining jangovarligi ko'rinarlik oshirildi.
ular 2019 yılı 10 ayda Talibanның alayda qismi bo'lgan Qizil qismning qo'mondoni Muravi Idrisni o'ltirdi. Hozir Afg'oniston davlat armiyasining quruqliq qismlari xeyli sarxil. Bu jihatda Afg'oniston davlat armiyasi e'lon qilgan sonliq ma'lumotlarga ko'ra 7 ayning 12 kuni bir kundala Afg'oniston davlat armiyasi Talibanning 217 odamini o'ldirib, 162 odamini yaralandırgan. Hozir Talibanning barliq odamini qo'shganda 70 ming atrofida chiqdi. Halbuki bu yil 6-oyda Afg'oniston hukumat armiyasining qo'lida o'lgan Taliban askarlari 6 mingdan oshdi. Buningga yordamlarni qo'shganda Taliban bir oy ichida o'z qo'shinining 7dan biridan ayrilib qoldi degan gap. Halbuki navbatdagi urushlarning eng halqiliq nuqtasi havo hujumidir. Kimning havo armiyasi ilg'or bo'lsa, ko'pincha hollarda urushda shu g'alaba qiladi. Afg'oniston davlat armiyasining havo armiyasiga kelsak, Amerika qurollari saqlangan bu qo'shin Talibanga qarshi mutlaq havo afzalligiga ega. Shundaqla mazkur qo'shinning qo'lidagi odamsiz uchqunlar Talibanning yuqori darajalik kattabashlarga g'oyat zo'r xiris elib kelmoqda. Taliban qo'shinlarimi o'zining havo kuchi jihatdagi yetarsizligi sababli Afg'oniston davlat armiyasining markazlik havo hujumidan saqlanish uchun bir yerga to'plashib olmay tarqoq holatini saqlamoqda. Yana kelib, hozirgi havo armiyalari ilgirkidek qalaymaqan bomba tashlab qaytib ketadigan qismlar bo'lmasdan, ko'zlagan nishonga yuksak to'g'riliqda zarba bera oladigan bo'lg'achqa, havo armiyasining qirg'in qilish kuchi ilgirkidan bakli zo'r bo'lmoqda. Yuqorqidagi sabablar tufayli Afg'oniston davlat armiyasining shiddatli qaytarma hujumiga bardoshlik bera olmagan Taliban Afg'oniston hukumatidan suhbat o'tkazishni talab qildi. Afg'oniston hukumatining suhbat vakili Nadir 7-oyning 15-kuni taratqularga Talibanning haqiqatan suhbat o'tkazishni talab qilganligini, shundaqla hukumatga asirga tushgan 7 ming Taliban askarini qo'yib berish va 3 oy urush to'xtatishni shart qilganligini aytdi. Talibanning sulhi talab qilishida yuqorqidagi sabablar bo'lishdan sirt ba'zi tashqi kuchlarning mudaxilasimi muhim rol o'ynagan. Bu xil tashqi kuchlarning eng gavdalik o'rniki Hindistondir. Hindiston bu qitim Afg'onistondagi to'qinishga qarta nihoyatda aktiv inkas qaytirib, o'zining C-17, C-130 tipliq cho'ng tipdagi harbiy transport aeroplanlari orqali Afg'oniston davlat armiyasiga har qitimda 80 tonnadan to'xtamay qurol yaroq yetkazib. Hindistonning bu tutumi Talibanning tishini qiyirishtirg'achqa, ular hatto Hindistonning ma'lum bir konsulxonasini bir mahal egilib oldi. Hatto Afg'onistondagi Hindiston mablag' solgan bir suv ombirini portlatadiganligi haqida tahdid soldi. Undaqda Hindiston bu qitim nemishqa bu darajada aktivlashib ketadi? Bu bir tarafdan Amerikaga yaxshichoq bo'lish urinishi bo'lsa, yana bir tarafdan Afg'onistonni tizginlash urinishidir. Ya'ni Hindiston Pokistonning orqa tarafida uni cheklab turadigan strategik raqibdan birini paydo qilish qo'ydi. Shuncha yildan buyon Talibanni bostirish nima uchun shuncha tasga to'xtadi? Buningdagi asosli omil Pokistondir. Taliban asosligi pushtulardan tarkib topgan. Pushtular Afg'onistondagi cho'ng millat bo'lib, umumiy nopusning taxminan 20ni egallaydi. Shundaqli pushtular o'z navbatida Pokistondagi asosli millatlardan biridir. Taliban zarbaga uchraganda Afg'oniston bilan Pokiston chegarasidagi tog'liq rayonlarga berib oldi-da, bu yerda o'z millati, ya'ni pushtularning zo'r yordamiga erishib, uzun o'tmayla qaytadan bosh ko'tarib chiqa oladi. Shu vajidan dushmanimning dushmani mening do'stimdir degan mantiqiga ko'ra, bu nuqtada Amerikaga moyil Afg'oniston va Hindiston hukumatlari shubhisizki bir saptikilardir. Hozir Afg'oniston prezidenti Ashraf G'anining o'ziga bo'lgan ishonchisini ochdi.
U 7 ayning 14 kuni oldingi saptiki kichik bozor Mazar Sharifni ko'zdan kechirganda ochiq oshkor bayonot e'lon qilib, hukumatning Taliban bilan suhbat o'tkazmaydiganligini, kelgusi 3 oy ichida Afg'onistonning bexatarlik vaziyatida ko'rinarli yaxshilanish bo'lganligini, Talibanlarning mag'lub qilinib, ular ishg'ol qilib olgan barliq rayonlarning qaytarib olinadiganligini aytdi. Bu Xitoy taratqullarining Talibanning zafar quchayotganligi to'g'risidagi xabarlardan g'oyat zo'r darajada farqlanadi. Talibanning Afg'onistonda ko'zlagan nishonga yetolmasligidagi yana bir sabab xalqning, bo'libmi yoshlarning qo'llashidan mahrum qolganligidir. 2001-yili Amerika Taliban hokimiyatini ag'dirgandan keyin bu yerda nisbatan g'arblashgan ma'rif sistemasi yo'lga qo'yilib, maktabda o'qiganlarning soni aslidagidan 9 hassa ko'paydi. Navbatda Afg'onistondagi turlik oliy maktablarda 300 ming o'quvchi bor bo'lib, buning 30% qizlardir. Bu maktablarda tarbiyalangan yoshlar Taliban yoqlaydigan diniy qimmat qarashlarni ancha yoqlab ketmaydi. Bummo ilgari yoshlardan xeyli zo'r qo'llashlarga erishgan Taliban uchun bir salbiy omildir.